juda ham ko'p odamlar ish so'rab yozyapti. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelsak bizga ish topib bering deb. Akalar, qo'limdan kelgancha harakat qilyapman. Ish oqtaryapman sizlarga, shu yangi keladigan odamlarga ish topib berishga. Faqat sizlar podeshka qilib tursalaring bo'ldi. Kanalimni kuzatib, like bosib, shu videolarni tarqatib tursalaring, xudo xolasa bunday videolar, bunday ishlarni ham topamiz. Hozirgi paytda juda ham ko'p kompaniyalar bezakment odam olgani qo'rqadi. Nima sabab? Sababi shundaki, har bitta bezakment ushlagan odamga FMS keladimi, bironta politsiya keladimi, OMON keladimi, 800 ming rubl shtraf qo'yadi. Представить qilingki, 10 ta odamni, shunaqa bezakment odamni ushlasa, 8 million rubl shtraf qo'yadi. Kompaniya buni tortmaydi. O'sha uchun hozirgi paytda asnomnom ko'pchilik kompaniyalar dokumentlik odamlarni olishga harakat qilishyapti. Jigar, hali ham Rossiyada bezakment yuribsanmi? Срочный ekrandagi nomerlarga telefon qilgin, dokumentingni to'g'rilab olgin. Любой dokumentingni to'g'rilab beradi. Xolos, sen registratsiya trudовой договор, RVP va boshqa dokumentlar. Qanaqa dokument kerak bo'lsa, срочный ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar va Sabr Musofir kanalidan nomerlaringizni oldik, bizga dokumentning nomini aytasiz, tamom. Qanday dokument kerak bo'lsa, dokumentning nomini aytasiz, sizga tez orada qilib beradi. Moskva va Podmoskva bu joyga dastavka qilib beradi. Sabr Musofir kanalidan aloqaga chiqyapmiz desalaring, yana skidkasi bor, arzonroq narxda qilib beradi. Sizlarni ishga qabul qilishga harakat qilyapti. Xudo xolasa, yangi keladigan odamlarga dokument qilib beradigan, dokument bilan ta'minlaydi, yotoq joy bilan ta'minlaydi. Shunday ishlarni ham chiqaramiz. O'zbekiston, Tojikiston, Turkmanistondan juda ham ko'p akalarimiz, opalarimiz yozyapti. Endi borsak bizga ish topib bering, iltimos qilishyapti. Sizlarni podeshkalaringiz bilan xudo xolasa chiqaramiz shunday ishni ham. Sizlarni kanalni kuzatishda davom etaveringlar. Podeshka qilib turinglar. Xudo xolasa shunday ishni ham chiqaramiz. Paytda dokument bilan yurgan akalarimiz, opalarimizga ishlar bor. 3-4 ta ishlar bor. Kimgaki ish kerak bo'lsa, marhamat, ekrandagi nomerlarga срочный aloqaga chiqinglar. Kelinglar ishga joylashinglar. Faqat konkret ishlaydigan odamlar iltimos. Chunki bekorchi odamlar juda ham ko'payib ketgan. Просто tak telefon qilib vaqt topib o'tiradi. Iltimos, undaqa odamlar telefon qilmasin. Konkret ishlaydigan odamlar marhamat telefon qilsin, kelsin ishga joylashsin. 3-4 ta joyda ish bor. Oyligiga o'tsak, oyligi 120 mingdan 150 ming rublgacha ishlasa bo'ladi. Hammasini yotoqxonalari bor. Usloviyalarini ham polniyani tashlab beraman telefon qilgandan keyin. Kelib ishga bemalol joylashsalaring bo'ladi. Sizlarni podeshkalaringiz bilan xudo xolasa yangi keladiganlarga ham ish chiqaramiz, hammasini qilamiz. Asta-sekinlik bilan. Shu podeshka qilib tursalaring bo'ldi, jigarlar. Rahmat videomizni to oxirigacha ko'rganlaring uchun, podeshka qilganlaring uchun. Sog' omon bo'linglar, Alloh panohida bo'linglar. Xayr.